Sergili ittifoq mahalladan yaxshi narxga bitta uyimizga chiqib qoldi. O'shaning uchun sizlarga ko'rsatib bergani keldik. Hop, kirish bu yerda ikkita mashina uchun joylari, yozgi oshxonasi. Mana bu yoqda parkovka qismini ham ko'rasizlar. Ho'l uchun ajratilgan sanuzel. Uyimizda 3 etaj, yarim podval qilingan. Kirib kelishimizda mana shu yerda shkaflar bo'ladi, oyoq kiyim kiyimlash uchun. Hop, kirishimiz bilan hol qismi, bu yoqqa mягкий zona, TV zona, oshxonadan alohida hovlidan ham chiqadigan eshiklar qilib qo'yilgan. Bu yoqda zal qismi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel, bu yoqda spalnya o'zining ichida sanuzellari bilan bu yoqdan podvalga tushib ketiladi. Hozir men sizlarga ikkinchi etajimizni sharoitini ko'rsatib beraman. Ikkinchi etajimizda naq 4 ta xona bo'lyapti. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz o'zining sanuzel bilan umumiy sanuzel ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan va ikkita bolalar spalnyasi bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham ozgina joy tashlab ketdi.